5 yildan beri maska taqib yuradi. Umuman maskani yechmaydi-da Surxondaryoda. Hozir yechdi. Bilinadi. Oynaga qarab, men burningiz bilan nima qilishni приблизительно bilaman. Chekkasi yoqmaydi. Kichkinaroq bo'lishni xohlayman. Bunday oynaga qarasam, birinchi yuzimga, ko'zimga burnim ko'rinadi-da. Sizda asosiy ishlanadigan qism burunning mana shu uchki qismi. Ya'ni qanotlar juda ham keng, burun uchi juda ham keng. O'shani biz burun uchini maksimalni kichraytirib, ozgina uzunroq qilib ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ko'tarishdan maqsad birinchidan ham estetik chiroyli bo'ladi, ham mana bu qismini ozgina zastrит qilishimiz uchun, ya'ni ixchamroq qilishimiz uchun ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Oynaga qaraganingizda boshqa odamga qaragandek bo'lib qolasiz. 5 yildan beri maska taqib yuradi. 5 yildan beri birorta sinfdoshi yuzlarini ko'rmagan ekan. Bu kompleksni hisobiga. Shu darajada ruhiyatga ta'sir qilganki, Xudo xolisa yuzlarni qo'ya olmaymiz, qarshi bo'ldilar. Operatsion stolda qo'yamiz, ertangi bemorimiz. Xudo xolisa maskalarni otib olasiz.